Siz ishonasizmi? Telefon orqali bepul turli kriptovalyutalarni ishlab topish mumkinligiga. Va men hozir sizga aynan ishlaydigan usulni ko'rsatib o'taman, do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Free Crypto Spark kanali va kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan videoda siz bepul turli xil kriptovalyutalarni ishlab topish mumkin real usullarini siz bilan ko'rib chiqamiz. Bu usul birinchi o'rinda eslatib o'taman, investitsiyasiz, ikkinchisi telefon orqali va uchinchisi har qanaqa boshlagan odam ham buni, ya'ni yangi boshlagan odam ham buni qila oladi. To'rtinchisi, lekin diqqat bilan videoni oxirigacha ko'rishinglarni taklif qilaman, chunki video juda qiziqarli bo'ladi. Va shu video hammamizga albatta manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Va boshlashdan oldin videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni iltimos qilaman va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, xudo xolasa sizlarga yanada bundanda qiziqarli bo'lgan kriptovalyutalar real ishlaydigan saytlarni hamda botlar, Telegram botlarini ko'rsatib o'tamiz. Chunki bu yerda siz faqat foydali kontentlarni topishingiz mumkin bo'ladi bu kanalda. Keling do'stlar, vaqtingizni qadrlagan holatda videoni boshlaymiz. Videoning nomini ko'rgan bo'lsangiz kerak, Telegram orqali 7 soniyada o'sha turli xil kriptovalyutalarni ishlash mumkin bo'lgan o'sha botni sizlarga tanishtirib o'taman. Bot nomi Bitcoin Faucet bot deb yoziladi. Ya'ni Telegramdan ham shunaqa qilib topsanglar bo'ladi. Ya'ni bu videoni havolasini albatta aytganimda o'sha Telegram kanalimga qo'yib qo'yaman. Kirib bemalol ishlab o'zinglar uchun o'sha aytilib o'tgandek turli xil kriptovalyutalarni ko'rishinglar, ishlab topishinglar mumkin bo'ladi. Bu yerda yana tushuntirib o'tishim kerak, yana bir zo'r tarafi boshida aytganimdek, bu bot ham aynan Faucet Pay hamyoniga to'laydi. Faucet Pay dan boshqa hamyonlarni to'g'risi qabul qilmaydi. Sababi Faucet Pay botda yozilgan Faucet Pay uchun ishlab chiqarilgan bu botlar va bu botlar har doim sirazi o'sha topgan coinlarni hammasini to'g'ridan to'g'ri Faucet Pay hamyoninglarga o'tkazishinglar mumkin bo'ladi. Va kelinglar, gap cho'zmayman va sizlarni qiziqtirgan holatda shu Faucet Bitcoin Faucet botni sizlarga tanishtirib o'taman. Xo'p, nima qilamiz? Birinchi o'rinda mana bu botga kirib ozgina ishlaganman. Bu botda ishlash juda oson. Buni o'sha boshida aytganimdek, har qanday toifadagi yangi boshlaydigan insonlar ham qilishi mumkin, ishlashi mumkin bo'ladi. Uning uchun birinchi o'rinda shu aytganimdek, mana bot orada ozgina e'tibor bermaysizlar, ozgina reklama bo'lishi mumkin bo'ladi. Botda qaranglar. Mana botda bizlar o'sha joyimizda Claim Litoshi va undan tashqari turli xil kriptovalyutalarni ko'rsatib o'taman. Unda qanaqa ishlaymiz? Mana bu do'stlar boshladik. Birinchi o'rinda qilaverishimiz Faucet degan tugma turibdi. Ya'ni shu botning chap tarafida yuqorida chiziqchani bossanglar, mana turli xil oyna ochiladi. Oynada mana ko'rib turibsizlarki, xo'p, Faucet Challenge degan narsalar bor. Birinchi o'rinda Faucetni bosamiz. Va mana do'stlar aytganimdek, mana turli xil kriptovalyutalarni ishlashimiz mumkin bo'ldi. Litoshi, Dogecoin, Ethereum, Ton, Zek, Trumpcoin, Trex, USDT, Fay, BNB, Solana, Digital, Pep, Dash va Bitcoinlarni hammasini ishlab topishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Buning uchun nima qilamiz? Qanaqa ishlaymiz deydigan bo'lsanglar, birinchi deylik shu Litoshiga, ya'ni ustiga bir marta bosamiz. E'tibor bermaysizlar, anaqamiz ozgina internetimizda qiynayapti bizani. Ozgina sekin ishlayapti, shuning uchun ham va mana bu yerga kirdik. Bu yerda nima qilamiz? Xo'p. Mana 7 tepada ko'ryapsizlar, 7 sekund yozyapti. Reklamalarni bir chekka X degan joyini mana bir chekka X bosib o'chirib qo'yasizlar. Mana 7 sekundda har 7 sekundda ishlashingiz mumkin bo'ladi. Uning uchun biz nima qilamiz? Pastroqqa tushamiz. Mana bu yerda kapcha biz uchun tayyor ishlab berdi. Ya'ni tayyor biza o'sha ishlagan holatda mana kapchani bosib o'tamiz. Anti-botligini mana qarang. Birinchi o'rinda 10, 9 va 4 belgilarini ko'rsatib qo'yibdi. Bu inglizchada yozib qo'ygan. Shularni ketma-ketlikda kiritib chiqarib. Birinchi o'rinda 10, inglizchada 10 bo'ladi. 9 9 bo'ladi va 4 4 bo'ladi. Mana shularni bosamiz va
pastroqqa tushgan holatda collect reward ni bosamiz. Reklama bo'tdi. O'chirib qo'yamiz. Mana hozir albatta internet bo'lish sekin ishlayapti. Shuning uchun ozgina aybga buyurmaysizlar va mana ko'rganinglardek mana bizning hisob Faucet Pay hisobimizga 284 litoshi ketdi. Bu bitta qiziq tarafi yana botlar. Bu botni qiziq tarafiki, do'stlar, o'tgan dinlik turli xil kriptovalyutalarni to'g'ridan to'g'ri Faucet Pay hamyonimizga o'tkazadi. Ya'ni bu o'zini hisobida yoki joyida ushlab qolmaydi-da, to'g'ridan to'g'ri ishlab topganinglar to'g'ridan to'g'ri Faucet Pay hamyoningizga o'tib ketaveradi. Endi ba'zi bir saytlarda bilamiz, ba'zi bir botlarda bilamiz, o'sha o'zini hisob joyi bo'ladi. O'sha yerga yig'ilib, o'sha minimalniy miqdorga yetgandan keyin bizda to'g'ridan to'g'ri o'sha Faucet Pay hamyonimiz bo'ladimi, boshqa hamyonlarga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bunda eng zo'r tarafi to'g'ridan to'g'ri o'sha boshida kirib Faucet Payga hamyoniga ulangan Gmail'larni kiritib qo'yasizlar bo'ldi. Undan yo'q o'zi ishlab ketaveradi. Reklamalar albatta bu yerda ko'p, unga e'tibor bermaysizlar, orqaga qaytamiz. O'chirib qo'yamiz, yana o'zimizning ishimizda davom etamiz. Mana bu yerda yana o'sha anti-bot mana uspeshni bizda captcha berildi. Birinchi o'rinda qilayotgan ishimiz mana bu yerda misol beryapti. Endi captchada 8+1. Albatta 9, 2+2 bu 4. Buni qanday inson ham biladi. 2+4 bu 6. Shunaqa ketma-ketlikda ko'rgan holatda yozib chiqasizlar va mana collect your reward degan tugmani bosasizlar. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. 284 litoshi bizani o'sha Faucet Pay hamyonimizga o'tib ketdi. Endi yana gap isboti bilan deganimizdek, endi litoshi ishlayapmiz. Endi buni nima qilamiz? Kelinglar boshqa deylik o'sha anaqaga o'tkazamiz. Deylik Dogecoin mana misol uchun. Mana Dogecoinga o'tdik. Va mana davom etamiz do'stlar. Bu krestni bosamiz, o'chirib qo'yamiz. Endi reklamalarga ozgina uzr so'raymiz, chunki bu saytni ishi, bu meni ishim emas. O'chirib qo'yamiz va mana bu yerda bizda captcha bizga ruxsat berdi va bu yerda o'sha boya aytganimizdek birinchi o'rinda 9 3 3 bo'ladi, 6 va o'sha bosgan holatda pastga tushib turib kechirasizlar, reklama bo'lib qoldi. Mana collect your reward ni bosamiz. Va biroz kutamiz. Va mana Dogecoin ko'rasizlar do'stlar. Mana bizlar to'g'ridan to'g'ri hamyonimizga o'tib ketdi. Xo'p do'stlar. Deylik bu bot 100% hozirda to'lovda ishlamoqda va o'zim ham to'g'risi bu botda ishlab kelmoqdaman. Sababi to'layotgan botlarda hozircha ishlab qolsak, ancha bizga foyda bo'ladi va keyingi captchani to'ldirish uchun mana yana pastga tushdik. Mana 7 soniya vaqt o'tdi va mana pastda 5 9 hamda 2 belgilari Rim raqamida ko'rsatilgan va mana shularni bosib chiqamiz. Birinchi 5, ikkinchisi 9 va mana 2. Va collect your reward tugmasini bosamiz. Va mana do'stlar, ko'rib turganinglardek bizga o'sha boshqa kriptovalyutalarni ham ishlashga imkoniyat bermoqda. Endi keyingisiga o'tamiz do'stlar. Mana aytganimizdek boshqa yana deylik mayli nima ishlab topaman. Mana deylik Tron kriptovalyutasi. Hozir paytda juda ommabop bo'layotgan kriptovalyuta hisoblanadi Tron kriptovalyutasi. Kelinglar sizlar bilan shu Tron kriptovalyutasini ham do'stlar ishlab ko'ramiz. Va mana boyga aytgandek ozgina reklama, ekran yuzida reklama paydo bo'lib qolishi mumkin. Va shularni o'chirgan holatda orqaga ozgina qaytamiz. Mana reklamalar ko'p chiqib ketyapti va 7 soniya. Mana bizga captcha bizga ruxsat berdi va 5, 8, 6 misollarni ishlab chiqamiz. Birinchi 9 dan to'g'ri ayirsa mana 5 birinchisi. Hop. 2 kara 4 bu 8 albatta. 3+3 bu 6. Endi pastga tushib collect your reward tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, bizga Tron kriptovalyutasi to'g'ridan to'g'ri Faucet Pay hamyonimizga o'tib ketdi.
Endi yana davom etamiz. Mana bu yerda hozir soniyalar davom etyapti. Mana do'stlar, ozgina reklama. Mana bu yerda mana bizda captcha ishlayapti. Hozir bizlarni tekshiryapti. Mana biz o'tdik. Endi bu yerda yana davom etamiz. Nima qilamiz? Bu yerda endi sonni boshqacha yozilgan, shuni topib chiqishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi 500, bu ya'ni 500. 020. Buni ko'rib chiqamiz mana ikkinchi va 505 tugmasini bosdik va pastga tushgan holatda collect your reward tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, ko'rdinglar? Mana bu yerda bizga berdi va tepada mana place wait soat soniyalar orqaga sanab o'tdi va yana shunaqa qilib biz turli xil kriptovalyutalarni ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Keling yana bitta ishlab ko'ramizda buni. Keyin albatta sizlarga o'sha gap amaliyoti bilan degandek biz o'sha FaucetPay hamyoniga o'tamiz va chiqarib olgan barcha kriptovalyutalarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz do'stlar. Va mana pastga tushdik. Demak, captchani endi bir orada shunday bosib qo'yamiz, bizani yana tekshiradi va mana uspeshna dedi. Endi bu yerda yana o'sha ring raqamida yozilgan mana 2 birinchisi tepada ko'rsatilgan captcha teriladi. Hop, mana to adashdik. Hop, buni reset tugmasini boshqatdan bosib yuboramiz. Yonida reset tugmasi turadi. Agar adashib ketsanglar captchada. Birinchisi 2, ikkinchisi 8 va uchinchisi 4 tugmasi bosiladi va pastga tushgan holatda reklamani o'chiramiz va collect your reward tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, oson. Har qanday, hattoki maktab o'quvchisi ham evlay oladi. Shuning uchun kelinglar do'stlar, yana bitta ish qilaylik mayli sizlar uchun. Va albatta mana ko'ryapmiz, deylik, hop 100 DT ishlab topib ko'ramiz. 100 DT. Mana 100 DT ham bizga ishlash mumkin bo'ladi bu botda. Bu bot hozirda 100% to'lovda ishlayotgan bot hisoblangani uchun do'stlar, buni o'zim ishlab ko'rdim va haqiqatda bu bot o'sha FaucetPay hamyoniga to'layotgani uchun men sizlarga ishlayotgan botlarni amaliyotda bor narsani olib chiqyapman va ko'rsatyapman do'stlar. Endi video ozgina cho'zilib ketishi mumkin mayli do'stlar, lekin videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosinglar, obuna bo'linglar va mana oxirida bir marta ishlab ko'ramiz va shu bilan biz anaqaga o'tamiz. FaucetPay hamyoniga o'tamiz. Tak, birinchi o'rinda mana inglizcha yozib qo'yibdi, 3, 10 va 9 yozib qo'yibdi. Ya'ni bu yerda biz sonlarni topishimiz kerak bo'ladi. 3 degani bu ya'ni 3, ikkinchisi 10, 10 degani va 9 9. Va pastga tushamiz, mana collect your reward tugmasini bosamiz do'stlar. Hozir biroz kutamiz do'stlar va mana 100 DT bizani va tepada sanoq sonlarga ketdi va 100 DT bizani hamyonimizga tushdi. Shunaqa qilib barcha kriptovalyutalarni do'stlar o'zingizlar bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Aytganimizdek, FaucetPay hamyoniga o'tamiz. Va do'stlar mana biz FaucetPay hamyoniga keldik va user dashboard, ya'ni biz har kuni kirib chiqib yurgan bo'lsak bu hamyonga shunaqa yozuv chiqadi va shuni bir marta ustiga bosamiz va mana biz 2 kun kirib chiqayotganimiz uchun qo'shimcha bizga reverse, ya'ni pointlar berdi. Bu pointlarni vaqt soati bilan yig'ilgandan keyin o'zini limiti bor. Bu FaucetPay kirib ozgina qiziqib chiqsanglar, o'sha yig'ilgan bonuslarni ham keyinchalik kriptovalyutalarga almashtirishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Va mana bugun mana Payos Request Today deyapti, ya'ni uni o'zbekchaga tarjima qila olsak, o'zbekchaga tarjima qilamiz. Mana bugun olingan to'lovlar. Mana o'zbekchaga tarjima qildi telefonimizda. Bugun olingan to'lovlar 10 ta to'lov qabul qildik. Boyaga biz ishlab topganlar, buni pastda mana spot ham bor. Mana Bitcoin FaucetPay deb yozib qo'yibdi do'stlar. Mana bir oxirgi ishlaganimizda 00015 100 DT ko'ryapsizlar. Endi men balki aytishda yanglishayotgan bo'lishim mumkin. Deylik, mana hammasi FaucetPay botdan ishlab topilgan, hammasi to'lovlar. Mana TRX ishladik sizlar bilan. Hop, TRX ishladik, mana yana va Dogecoin ishladik va boshida o'sha Litoshi ishladik. Mana do'stlar, hammasi 100% to'liq kelib tushgan do'stlar. Hop, bu do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu saytda men hech qanaqa reklamasini olmaganman. Shuning uchun bu bot menga hech qanaqa pul to'lamaydi. Prosta sizlarga reklama qilib, ya'ni o'zingizlar uchun, ishlashingiz uchun ko'rsatib o'tyapman taqdimotini. Har doimgidek bu botni havolasi meni Telegram kanalimda bo'ladi. Ishlash xohlaganlar kirib
bemalol ishlashinglar mumkin. Yana bir narsani eslatib o'tishim kerak do'stlar. Hop, bu saytlar yoki botlar bo'ladigan bo'lsa, orada albatta depozit, ya'ni pul kiritish degan joyi bo'lishi mumkin. Men lekin sizlarga buni tavsiya qilmayman. Chunki bu botlar, bu saytlar bir hafta, 10 kun, 15 kun va borsa bir oy ishlar. Keyinchalik bu botlar yoki shu saytlar yopilib ketadi. Ya'ni pulga kuyib qolmaylar degan maqsadda sizlarga bu narsani eslatib qo'yaman do'stlar. Va keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman do'stlar. Va video yoqqan bo'lsa, obuna bo'linglar, like bosinglar va eng asosiysi o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. E'tibor uchun rahmat.